Endi biz sizlar bilan Pinduoduo ilovasida tovar tanlashni o'rganamiz. Tovar tanlashimiz uchun avvalambor biz mana bu yerdan xohlagan oyoq kiyim, xohlagan narsamizni tanlaymiz va mana bu yerga kiramiz. Bu 20. Mana bu yerda narxi yoziladi. Bu yerda do'kon egasi bilan suhbat olib boriladi. Bu esa shuni sotib olmoqchi bo'lgan narsamizni yurakcha bilan saqlab qo'yamiz. Bunisi esa magazin hisoblanadi. Shu oyoq kiyim egasining magazini. Bu yerda har xil oyoq kiyimlari bor. Xohlaganimizni tanlab buyurtma qilishimiz mumkin. Avvalambor biz narsa zakaz qilayotganimizda mana bu yerda 189 kishi olganligi haqida yozib qo'ygan. Necha kishi olgan va mana bu yerda esa nechta yulduzcha borligini bildiradi. Demak, bu yerda yulduzcha yo'q. Bu magazin hali yangi. Endi ish faoliyatini olib borayotgan hisoblanadi. Mana bu yerga kirib, kommentariyalarni o'qib tarjima qilamiz. Mana bu yerda esa tovarning asl surati, real holati keltirilgan. Mana shu oyoq kiyim haqiqiy olgan insonlarning qo'lidagi holat. Demak, bu oyoq kiyimning holati a'lo darajada, ya'ni rasm bilan birga bir ishlangan. Qo'rqmasdan shu magazindan zakaz qilsak bo'ladi. Mana har xil narsalarni tanlab shu magazinga kiramiz. 308 kishi olgan va bu do'kon 5 ta yulduzga ega, ya'ni faol do'kon. Bu do'kon ancha oldin ochilgan va ancha reytingi baland. 5 ta yulduz yoki 4 ta yulduzli magazindan narsa olish kerak. Mana tovarning asl holati. Juda ham chiroyli oyoq kiyim. Buni olsak bo'ladi. Tovar holati a'lo darajada. Endi zakaz qilishimiz uchun mana bu yerga kiramiz, qizil belgini bosamiz. Mana oyoq kiyimning suratlari. Mana bu yerda 25 razmerdan 36 razmergacha qo'yilgan. Bu yerdan xohlagan razmerimizni tanlaymiz. Xitoy razmeri bilan O'zbekiston razmeri bir razmerga farq qiladi. Ya'ni xitoyliklarning oyoq razmeri o'zbeklarnikiga qaraganda bir razmer kichkina yuradi. 25 razmerimiz 25 razmer oyoq kiyadigan insonning razmeri 26 ga teng. 27 kiyadiganiki 28 ga teng. Shunday qilib razmer tanlaymiz. Misol uchun, mening oyoq razmerim 36 bo'lsa, men 37 razmerni tanlayman. Shunda menga mos razmer keladi. Bolajonlarda ham xuddi shunaqa. Ularning oyoq santimetri, oyoq razmeri shunday hisoblanadi. Shunday qilib, tovar tanlashimiz shunday ketadi. Mana misol uchun, men shu ko'zbo'yoqni olmoqchi bo'lsam, kiraman va buni tekshiraman. 878 kishi olgan. 5 ta yulduzli do'kon, magazin. Mana ora ichiga kiraman. Kommentariyasidagi holati yaxshi, a'lo darajada va men buni sotib olish uchun yurakchani bosib qoldiraman. Va bu savatchaga saqlanib bo'lib qoladi.